В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра. Hammasi chiroyli o'tdi. Sen bilan juda baxtliman. Zara bo'lganda, u ham biz uchun xursand bo'lgan bo'lardi. Men ham sen bilan baxtliman, azizim. Opam afsuski yo'qolganiga 1 yildan oshdi. Mayli, yur, mehmonlarning oldiga boraylik. Do'stlarim ham kelibdi. Juda ham ochilib ketibsan. Baxtli bo'l. Sen uchun xursand bo'ldim. Rahmat, azizam. Sen ham juda chiroyli bo'lib ketibsan. Afsuski, Zara oramizda yo'q. Uni rosa sog'indim. U ham bo'lganda sen uchun juda ham xursand bo'lar edi. Jonimga tegib ketdi shu Zara. Zara deganing. Boshqaga gap yo'qmi? Ahmoq, nega kelding? Nima xohlaysan o'zi? Zara o'lmagan. U kelib qolsa nima qilasan? U hammasini eslab aytib bersa-chi? Qo'rqoq, qo'rqma. Uning yo'qolganiga 1 yildan oshdi. Lekin uning o'lganidan xabarimiz yo'q-ku. U allaqachon oramizda yo'q. Bor, kel, endi meni tinch qo'y.